Yunusobod tumani Bog'shamol ko'chasidan Novostroykamizga chiqyapti. 3 xonali birinchi etaj uyimiz, 82 kvadrat, yangi Yevremontdan chiqqan uyimiz. Hop. Bu yog'imizda podyezddan ko'rishimiz bo'lyapti. Kirganimizda mana ko'rsangiz bo'ladi, ishlarni ham zo'rg'ani qo'yib qo'yishgan ekan, elektronniy. Chap qo'limizda bu yog'imizda zalimiz bo'lyapti. Zalni ham ko'rsangiz bo'ladi. 2026-yilgi oxirgi dizaynerskiy remontlar qilingan. Chiroyli qilib qo'yishdi remontlarni. Chap qo'limizda yana bitta spalniyimiz bo'lyapti. Spalniysi ham mana pardalarni ham osib qo'yishibdi, ko'rsangiz bo'ladi. Va 3-xonamizga ketma-ket 3 ta xona ketyapti. Bu yog'imizda ham mana bitta yana bitta spalniy ko'rsangiz bo'ladi. Hop. To'g'rimizda samishoniy qilib qo'yishgan ekan. Bitta qilib qo'yishgan, mana ko'rsangiz bo'ladi. Dushovoyli qilib. Va oshxonada o'zining stroy mebellari, hamma narsasini qo'yib ketishgan ekan. Gaz plita, xolodilnik, hamma narsalar bor. Hop, uyimizdan narx ikkalamizni narxini 117 ming deb so'rashyapti. Sunnatiga ozgina o'tib berilgan javob bo'ladi. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. E'tiborli uchun rahmat. Kimga yana shunaqa uylar kerak bo'lsa, ko'proq variantlarni Telegram kanalimizga tashlaymiz, ko'plarini Instagramga qo'shib ulgurmaymiz. Telegram kanalimizga ssilka orqali o'tsangiz bo'ladi. Ssilka profilimizda bor.